Kelajakda qizlarimiz baxtli bo'lishi uchun biz onalar nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Biz shuni unutmasligimiz kerakki, ayollar emotsiya bilan yashaydilar va aynan hissiyotga berilgan paytimiz farzandlarimiz yonimizda bo'lganda har bir og'zimizdan chiqayotgan gapga o'ta e'tiborli bo'lishimiz kerak. Misol uchun siz qaynonangizdan xafa bo'lib qoldingiz deylik. Shu payt yoningizda bo'lgan farzandingiz sizni gaplaringizni xuddiki gubka kabi o'ziga shimib oladi va kelajakda bu anglagan fikrlari unga ta'sir qilmay qolmaydi. Misol uchun siz qaynonangizdan xafa bo'ldingiz va aytyapsiz: "Shu qaynonam doim meni gaplarimdan, meni ishlarimdan xato topadilar" deb. Ana shu payt eshitgan qiz farzandimiz o'ylaydi: "Demak, hamma qaynonalar bir xil va ular kelinlarini yomon ko'radilar" deb. Va u hali unda mavjud bo'lmagan qaynonasiga nisbatan nafrat uyg'onadi. Va kelajakda hattoki unga yaxshi qaynona uchragan taqdirda ham u bu qaynonani yaxshi ko'ra olmaydi va uni o'ziga yaqinlashtira olmaydi. Shuning uchun onajonlardan iltimos qilgan bo'lardik, emotsiyaga berilgan paytingiz har bir so'zingizni o'ylab gapiring. Chunki bu bizning farzandlarimiz kelajagiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.